Assalomu alaykum azizlar. Bugun namoyish qilmoqchi bo'lgan uzurimning nomi rijskaya yoki bo'lmasa granyola rezinka deyiladi. Mana hozir tasvirda ko'rsatilgan jiletim shu usulda to'qilgan, shu uzur yordamida to'qilgan. O'zbekcha hamda ruscha anaqasini opisaniyasini yozib qoldirdim. Tomosha qilinglar. Marhamat. Bu rezinkani to'qiganda granyola rezinka deymiz. Shunaqa uzur hosil bo'lishi uchun mana birinchi qator to'qiganimizda, mana birinchi qatorda 2 o'ng, 2 teskari, ya'ni 2 litsevoy, iznanочный litsevoy, ikkitada oxirida mana videoni boshida opisaniya yozganman, oxirida bitta litsevoy qolishi kerak. Mana shu oxirgi petla, kromочный oldagi petla bu juda muhim rol o'ynaydi. Ya'ni mana shu rezinka hosil bo'lishi uchun. O'shaning uchun bu oson rezinka, bundoq qaraya qiyin bo'lgan ko'ringani bilan asosan mana shu ipni to'qishni, mana polotnoni mana boshlagan tarafimiz mana shu birinchi qator hisoblanadi. Mana shu joydan e'tibor berish kerak. Mana shu xvostiga turgan joy, dumi turgan joy har doim mana boshlaganimizda ikkita o'ng petla bilan boshlaymiz. Ya'ni bu birinchi qatorimiz. Toq qatorcha to'g'riroq bo'lib, toq qatorimiz hisoblanadi. Mana kromочный yechib olamiz. Mana ikkita o'ng, ikkita teskari. Ya'ni bu toq qator hozir. Birinchi qator desam to'g'ri bo'lmas, chunki уже ancha-muncha ilgarilab ketdim hozir to'qishda. Mana ikkita teskari, ikkita yana ikkita teskari. Mana ikkita teskari, ikkita iznanочныйki mana qator oxiri 10 petla bilan tugaydi va kromочный. Shundan bilamizki, orientirimiz, ya'ni bu toq qator bo'ldi. Endi teskariga aylantirganimizda mana polotnoni bu juft qator. Ya'ni ikkinchi qator tasavvur qiling. Mana birinchi petlani kromочный yechib olamiz, ikkita teskari to'qiymiz. Ikkita o'ng, ikkita teskari, ikkita o'ng, ikkita teskari. Mana shu yozuv ko'rsatganimda oxirida bitta teskari petla, mana ikkita o'ngdan keyin bitta teskari petla qolish kerak. Mana o'zimning asosiy rol o'ynaydigan mana shu oxirdagi petla. Ya'ni mana bunaqa uzur hosil bo'lishi uchun chalkatishib ketmasligi uchun hozir tushuntirdim. Mana shunaqa bu teskaridan boshlaganda ikkita chapdan boshlab, ikkita teskari, ikkita litsevoy, ikkita iznanочный mana shunaqa ketaveradi. Oxirida bitta iznanочный qolishi kerak. Va bu mana shu звездочка bilan ko'rsatganman, yulduzcha bilan raport deyiladi. Mana shu uzr takrorlanaveradi. Ya'ni agar biron narsa to'qimoqchi bo'lsangiz, koftami,
paltami masalan oldiga oldi spinka tarafiga kerak bo'lsa yoki bo'lmasa orqa taraf spinkasiga 50 petля olmoqchi bo'lsangiz, shu 50 emas, 51 ta qilib olish kerak. Agar yosh bolaning kiyim bo'lsa, 20 petля kerak bo'lsa, 21 ta qilib olish kerak. Sababi mana shunaqa uzr hosil bo'lsin. Oxirida har bitta qator oxirida bitta petля, ya'ni toq qator oxirida u litsevoy bo'lar ekan. Juft qator oxirida u iznanishni holda ko'rinadi. O'shanda biz chalkashib ketmaymiz, mana shunaqa chiroyli rezinka hosil bo'ladi. Asosan bu uzr qalin, juda ko'rinishi yaxshi, baquvvat, palta, jemperlar, jilet o'qigan shapkaligi juda chiroyli shapkalar chiqadi. O'shaning uchun men ko'pincha palta to'qiganman, 2-3 ta palta, 2-3 ta kurtka to'qiganman. Juda qalin chiqadi. Agar ikkita ipi qalin bo'lsa, 2 qavat qilib to'qisangiz, palta to'qisangiz, paltaga astar ham kerak bo'lsa, qalin bo'lib chiqadi, lekin tarkibi shers bo'lgan, ko'proq shers, ya'ni jun bo'lsa 50 ga 50 bo'lsa yaxshi chiqadi. O'shanda yuvsa ham hech narsa bo'lmaydi. Mana shunaqa gaplar. E'tiboringlar uchun rahmat. Like bosish esdan chiqmasin, rahmat.